alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana sizlar bilan uzoq vaqtdan so'ng yana darslar ishlashni boshladik. Bugungi mavzuyimiz esa kimyoviy bog'lanishlar hisoblanadi. Demak, kimyoviy bog'lanishlar nima, ularga nimalar kiradi va ularda o'sha qanday bog'lanishlar borligi va ular haqida batafsil sizlar bilan bugun gaplashamiz. Demak, ekran ortiga yaqinroq joylashib oling. Boshladik. Kimyoviy bog'lanish o'zi nima? Kimyoviy bog'lanish o'zi ikki yoki bir necha atomning molekula, kristal, ion va radikal kabi murakkab sistemalarda bir-birini ushlab turish kuchlari bizga kimyoviy bog'lanish deyiladi. Endi atomlarda molekulalar hosil bo'lganda har qaysi atomda o'zini sirtqi qavati 8 ta elektronga yoki 2 ta elektronga yetkazishga intiladi. Buni esa Kassel aytib o'tgan. Tashqi qavatida esa 1, 2, 3 ta elektron bo'lgan atomlar ko'pincha elektron beradi. Tashqi qavatida 5, 6, 7 ta elektron bo'lganlar esa elektron olishga moyil bo'ladi. Tor esa ham olish, ham berish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Juda oz hollarda atomlar alohida atomlardan iborat bo'lib, ko'pincha o'zaro birikkan atomlarda bo'ladi. Ya'ni bizga ko'pincha atomlarimiz birikkan holatda bo'ladi. Yagona birikmagan holatda bo'lganlari, alohida bo'lganlari, bularni biz inert gazlarda misol qilsak bo'ladi. Masalan, geliy, neon, argonlar bular alohida tuzilgan bo'ladi. Endi ana shu fikrga qaytadigan bo'lsak, ya'ni bizda agar elektroni 1 yoki 2 yoki 3 ta bo'ladigan bo'lsa, demak bular faqat berishga moyil bo'ladi. Ya'ni elektronlarni berib yuboradi. Tor esa bizga ham olish, ham berishga qaraydi. Ya'ni bu endi 4-chi, ya'ni 4 ta elektroni bo'lganlar vaziyatga qaraydi. Masalan, o'zidan kuchli keladigan bo'lsa beradi, o'zidan kuchsiz keladigan bo'lsa oladi. Masalan, aytaylik, uglerodni oladigan bo'lsak, uglerodimiz agar mabodo vodorod bilan keladigan bo'lsa, mana bunday ko'rinish bo'lsa, bunda elektronni demak oladi va -4 holatiga o'tadi. Agar bizda shu holatda o'zida, masalan, mana bunday ko'rinish bo'ladigan bo'lsa, uglerod sulfid, ya'ni uglerod disulfid bo'ladigan bo'lsa, endi bunda sulfidga beradi. Ya'ni o'zidan kuchli kelganda har doim elektronini beradi. Shuning uchun ham 4 ham olish, ham berishi mumkin. Endi bizda 5, 6, 7 ta elektroni borlar esa faqat oladi. Ya'ni ko'pincha hollarda deyarli oladi, 99% hollarda. 8 ta elektroni borlar esa bular betaraf bo'ladi. Ya'ni betaraf deganim sababi chunki bularda elektron qobiqlari to'lgan, bularga elektron qo'shimcha kerak ham emas va bulardan olish ham qiyin bo'ladi. Endi buni qanday tushuntirsam bo'ladi? Masalan, sizlar agar xabaringlar bor, istalgan bir brend, masalan, ichimliklarga shunaqa aksiyalar chiqadi. Masalan, qog'ozda harflarni toping deydi. Xuddi shunaqa harflarni topganda, agar sizda masalan Malibu avtomashinasini topmoqchisiz va sizda M harfi bor. M harfi bor va bu holatda siz masalan bu yerda aytaylik A harfi bo'lish kerak, L harfi bo'lish kerak, I harfi, B va U harfi bo'lish kerak. Aytaylik kimdadir o'sha 3 ta elektroni bor, ya'ni 3 ta harfi bor, siz yig'gandan ko'ra bunga bergan yaxshi deb o'ylaysiz. Chunki shuncha yiqqandan ko'ra deyarli 50% dan ko'pini yiqqanga berganingiz yaxshi. Sizda teskarisi, ya'ni mana bu so'zlarda o'zi bo'ladigan bo'lsa, sizda u chiqmayotgan bo'lsa, endi siz juda bu u harfini yig'ishga moyil bo'lasiz. Qidirib yurasiz, so'rab yurasiz, xuddi shu holat. Bu yerda ham shunday tushunsak bo'ladi. Ya'ni 1, 2, 3 larga 8 gacha intilish bu imkonsizdek tuyuladi. Undan ko'ra berib qo'ygani yaxshi elektronni. Tor esa 4 ta pastga, 4 ta tepaga. Ya'ni bu ikki o't orasida qolgan degan bo'ladi. Shuning uchun ham olish, ham berish mumkin. 5, 6, 7 esa 8 ga juda yaqin. Masalan, 5 ta o'zi 3 taga yaqin. 6 ni o'zi esa 2 tagacha yaqin. 7 juda moyil bo'ladi, 1 tagacha yaqin bo'ladi.
Demak, tushundik-a, bularni yodlab qolish yo'llarini, ya'ni bitta, ikkita, uchta elektroni bo'ladigan bo'lsa, bular ko'pincha berar ekan. Demak, 4 ta bo'lsa, ham olish, ham berish. 5, 6, 7 ta bo'lsa, ko'pincha hollarda oladi. 7 esa shiddatli darajada moyil bo'ladi elektronga. Chunki unga bir dona elektron yetmayotgan bo'ladi. 8 esa yig'i bo'lgan, endi unga elektron ham kerak emas va elektron berish ham qiyin bo'ladi. Demak, bu tushunchalarga biz tushunib oldik. Endi biz alohida holatdagilarni yozaylik, ya'ni atomlar biz aytdik, kimyoviy bog'lanishlar orqali birikkan bo'ladi. Alohida bo'lganlari bularga inert gazlar, masalan, geliy, neon, argon, ksenon, kriptonlar bunga misol bo'ladi. Ya'ni inert gazlar to'liq alohida holatda uchraydi. Birikma holatda, ya'ni birlashgan kimyoviy bog'lanishlar orqali birlashgan holat bo'lsa, masalan, oddiygina misol suvni olaylik, H2O. Yoki biz karbonat angidrid, natriy xlor va hokazo va hokazo. Ya'ni ko'rib turibsizlar, hammasi bog'lanishlar orqali bog'langan, kimyoviy bog'lanishlar orqali. Hozir hammasini o'tamiz. Ya'ni qaysi kimyoviy bog'lanish bilan bog'langan yoki qaysi biri bog'lanmagan. Masalan, temir ham bularga kiradi. Xo'p, endi boshladik. Atomlar o'zaro birikkanda umumiy energiya kamayadi va ular o'rtasida elektrostatik tortilish yuzaga keladi. Ya'ni masalan, bitta kuchli elektron bilan bitta kuchsiz elektron bo'ladigan bo'lsa, misol tariqasida ular birlashish natijasida ularning energiyasi kamayadi. Masalan, kuchlisizi kuchli bo'lib qolishi mumkin, kuchsizi ya'ni kuchlisi esa kuchsiz holatga o'tishi mumkin. Ya'ni bir xil holatga yoki pastroq holatga yoki teparoq holatga, ya'ni normadan farq qiladigan holatga o'tgani uchun umumiy energiya kamayadi deb aytilyapti va ular o'rtasida elektrostatik tortilish yuzaga keladi. Ya'ni elektronlar o'rtasida statik tortilish demoqchi. Demak, atomlar o'rtasida kimyoviy bog'lanishlar bizga sizlar bilan kerak bo'ladigan bog'lanishlarimiz sanab o'tamiz. Birinchi navbatda biz kovalent bog'lanishni o'tamiz sizlar bilan. Demak, kovalent bog'lanish. Ikkinchisi bizga demak ion bog'lanish. Uchinchisi esa bizga metal bog'lanish hisoblanadi. To'rtinchisi vodorod bog'lanish. Yoki so'z bilan yozsangiz ham bo'ladi. Endi men vodorodni H ko'rinishda yozdim. Beshinchisi esa bizga donor akseptor bog'lanish. Endi bir narsa bor, oldindan aytib o'tay. Donor akseptor bog'lanish o'zi kimyoviy bog'lanishga aniq bir bo'lishga asos yo'q. Buni shunchaki alohida o'tmoqchiman, shu sababdan 5-bo'linishga kirgizdim. O'zi aslida mana bu tom ma'noda vodorod bog'lanish bilan donor akseptor bog'lanish kovalentni ichiga kirib ketadi. Ya'ni o'xshash deyarli. O'sha kovalent bog'lanishda mavzusini ichida hisoblanadi bular. Ozgina biroz tushuntiriladigan joylari bo'lgani uchun alohidaga olyapman. Ya'ni vodorod bog'lanish bilan donor bog'lanishlarni, donor akseptor bog'lanishlarni. Demak, biz kovalent bog'lanishni boshladik. Yangi varaqdan, demak, kovalent bog'lanish. Xo'p, kovalent bog'lanish nima? Nazariyasiga qaraydigan bo'lsak, nazariyasida aytadiki, atomlar o'rtasida umumlashmagan elektron juftlari hisobiga yuzaga keladi va bu bog'lanishimiz bizga kovalent bog'lanish deyiladi. Kovalent bog'lanish asosan metalmas atomlar o'rtasida yuzaga keladi. Ya'ni metalmas bilan metalmas o'rtasida yuzaga keladi. Bu yerda metal aralashmaydi deyarli. Umuman o'z olganda. Ko'pchilik hollarda atomni toq elektron bulutlari umumlashib, juft elektronlarni molekulyar orbital yuzaga keltiradi. Bu nima demoqchi? Ya'ni toq elektronlar qo'shilib juftlashish hisobiga yuzaga keladigan bog'lanish demoqchi. Va bu bog'lanishni fanga bizga 1916-yilda Lewis asoslab bergan. U qanaqa bo'ladi? Mana biz aytdik, metalmas va metalmas o'rtasida yuzaga kelar ekan. Demak, bir metalmas bilan bir metalmas o'rtasida. Xo'p, misol tariqasida suvimiz ham bizga mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni H2O bizga kovalent bog'lanishga misol bo'ladi. Ya'ni unda qanaqa ko'rinishda? Xo'p, misol tariqasida vodorodimizda bizda bitta elektroni bor. Ya'ni S elektronida, S orbitalida bitta elektron bor. O'shandan ikkita holatini yozaman. Mana ikkita vodorodimiz va kislorodimiz. Kislorodimiz demak 1, 2, 3 4, 5, 6 ta. Chunki kislorodimizda 6 ta elektroni bor, ya'ni S orbitalida 2 ta, P orbitalida 4 ta elektroni bo'ladi, shu hisobiga 6 ta. Demak, mana biz yozib oldik, elektronlarini shu ko'rinishda yozasizlar. Endi ular o'rtasida qanaqa yuzaga kelyapti bog'lanish? Ya'ni mana bu toq elektron, ya'ni bitta donadan, ya'ni bitta o'zi bo'ladigan bo'lsa, u toq. Agar mana bu ko'rinish bo'lsa, bu juft ko'rinish deyiladi. Demak, bizda toq elektronlarni men aylanaga olib chiqamiz.
Demak, undan oldin mana buni o'chirib olaylik. Ya'ni mana bu toqlar adashmasligi uchun va toqlar shu yerda juftlashadi. Mana bu bilan, mana bu bilan. Va natija qanaqa bo'ladi bu yerda? Natija vodorodlarimiz yaqinroq yozamiz. Mana vodorodlarimiz elektronlari va boshqa rangda kislorodda elektronni yozaman mana. Va kislorod bunga yaqinroq keladi. Biroz boshqacharoq qilamiz. Ya'ni mana bunday ko'rinishda qilaylik va mana buni o'chirib sal rangini o'zgartiramiz. Ya'ni mana bu kislorodniki, mana bu vodorodniki. Shunda mana bu kislorodimiz yaqinroq turgani uchun ko'k rangdagilari kislorodda elektronlari bo'ladi va bu o'z holaticha turaveradi. Xo'p, mana shu ko'rinishda bizda nima bo'ldi? Toq elektronlarimiz juftlashdi va shuni natijasida elektronlar toq holatdan juft holatga o'tdi. Demak, va bu o'rtasidagi bog'lanish bizga kovalent bog'lanishga misol bo'ladi va haqiqatan metal-mas va metal-mas o'rtasida yuzaga kelyapti. Yokida biz vodorod misolida qiladigan bo'lsak, ya'ni vodorod molekulamiz H2 ko'rinishda yoziladi. Ya'ni ikkita vodorod. Demak, birinchi vodorod elektroni va ikkinchi vodorod elektroni. Va ular o'rtasida bog'lanish yuzaga keladi. Natija mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni buni elektroni va sariqda ikkinchi vodorodda elektronni yozaman va uni yonroqga olib kelaman. Mana shu o'rtasida bizga nima bog'lanish yuzaga keldi? Kovalent bog'lanish. Ya'ni toq elektronlar o'zaro juftlashib bog'lanish yuzaga keltiryapti. Va bu kimyoviy bog'lanishlar ichida nisbatan mustahkamroq bog'lanish hisoblanadi. Kovalent bog'lanishimiz. Xo'p, endi kovalent bog'lanishimiz o'z navbatida elektromanfiylik farqiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Demak, bizda qutbli va qutbsiz kovalent bog'lanishga bo'linadi. Xo'p, qutbsiz kovalent bog'lanishda 0,4 va undan kichkina bo'lishi kerak. Teskari qilib qo'ydim. Demak, 0,4 va undan kichkina bo'ladigan bo'lsa, bu bizga qutbsiz kovalent bog'lanish bo'ladi. Xo'p, 0,4 nima? 0,4 bularning elektromanfiylik ayirmasi. Masalan, suvni oladigan bo'lsak, suvimizda kislorodimiz 3,5, vodorodimiz 2,1 va biz kattasidan kichigini ayiradigan bo'lsak, 1,4 farq kelib chiqyapti. Demak, 1,4 0,4 dan katta, demak qutbsiz emas u. Masalan, vodorodni oladigan bo'lsak, 2,1 ga 2,1 va ularning farqi 0. 0,4 dan kichkina. Demak, bizga vodorod molekulamiz qutbsiz kovalent bog'lanishga kirar ekan. Birinchi navbatda kovalent bog'lanishga kiradi va uni qaysinisiga kiradi desanglar, qutbsizga kiradi. Va uni qayerdan topdik biz? Elektromanfiyliklarda ayirmasini ayirdik va uni 0,4 dan kichkinaligini ko'rib, uni darrov biz qutbsiz kovalent bog'lanishga kirgizdik. Xo'p, xuddi shunaqa molekulyar moddalarimiz, masalan, kislorod yoki azot, bunday moddalarimiz ko'pincha bizga mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Yoki metanimiz ham bizda adashmasam uglerodda 2,5, vodorodimiz 2,1 va ularning ayirmasi 0,4 bo'lgani uchun bu ham demak qutbsizga olib kirsa bo'ladi. Endi ayrim manbalarda 0,4 ham qutbli deyilishi mumkin, lekin hozirgi kitoblarda 0,4 qutbsizga misol bo'lgan. Demak, 0,4 dan katta bo'ladigan bo'lsa, u qutbli bo'ladi. Demak, bu yerda 0,4 dan agar katta bo'ladigan bo'lsa, biz uni qutbsiz der ekan, qutbli der ekanmiz. Masalan, suvimiz xuddi shunaqa 0,4 dan katta bo'lgani uchun, demak bu qutbli kovalent bog'lanish ekan. Endi bunga misollar juda ko'p. Masalan, vodorod ftoritimiz ham, ftorit kislotamiz ham, demak 4,1 ga 2,1 va ularning ayirmasi bizga 2. Va e'tibor beryapsizlar, metal-mas va metal-mas o'rtasida yuzaga kelyapti. Va buni biz elektron ko'rinishida yozadigan bo'lsak, vodorodda bitta elektroni, ftorimizda esa 7 ta elektroni bo'ladi va u juda elektronga moyil bo'ladi. Mana. Demak, mana bu elektron toq holatda bo'lgani uchun, mana bu vodorod toq elektroni bilan birlashib, natija mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Demak, vodorodimiz elektroni va bizga ftor elektronini mana bu yerdan yashil bilan yozaman. Demak, ftor mana toq elektroni juftlashdi va ular o'rtasida kovalent bog'lanish yuzaga keldi. Va uni biz qutbli emasligini topishimiz uchun ayirmalarini, ya'ni elektromanfiylik farqlarini hisobladik va u 0,4 dan kattaligini bildik. Demak, bu bizga nima ekan? Kovalent bog'lanish ekan.
Demak, kovalent bog'lanishlarimizni menimcha sizlar tushundinglar va bir narsani esdan chiqarmanglar. Kovalent bog'lanishda valentlik hosil bo'lgan umumlashgan elektron juftlar soni bilan o'lchanadi. Masalan, aytaylik, mana bu yerda vodorodimiz juftlashayotgani bo'lgani uchun vodorodimiz bir valentli bo'ladi va kislorodimiz juft holatga o'tayotgani uchun bu ikki valentli bo'ladi. Xuddi shu holatlarda shu narsa aytilganki, ya'ni kovalent bog'lanishda valentlik hosil bo'lgan umumlashgan elektron juftlar hisobiga yuzaga kelar ekan. Demak, kovalent bog'lanish mana shu narsalardan iborat. Xulosa qiladigan bo'lsak, demak, kovalent bog'lanish metal va metalmas va metalmaslar o'rtasida yuzaga keladi va u ikki xil bo'ladi: qutbli, qutbsiz. Qutbsizi 0,4 va undan kichkina, qutublisi 0,4 dan katta bo'lsa va kovalent bog'lanishda umumlashmagan toq elektronlarni juftlashishi hisobiga yuzaga keladi. Demak, toq elektronlar qo'shilib juftlashgan holatga o'tadi va o'sha yerdagi bog'lanish metalmas o'rtasida bo'lsa, u kovalent bog'lanishga kirar ekan. Demak, kovalent bog'lanishimiz haqida ma'lumot shulardan iborat. Demak, keyingi bog'lanishga o'tadigan bo'lsak, bizda keyingi bog'lanish ion bog'lanish bo'ladi. Demak, diqqat qilamiz. Ion bog'lanishda kovalent bog'lanishda qanday farqlari bor va qanday ma'lumotlarga ega, ya'ni nimalar o'rtasida yuzaga keladigan bog'lanishga aytiladi. Xo'p, boshladik. Ion bog'lanish bizga qarama-qarshi zaryadli ionlar o'rtasida elektrostatik tortish hisobiga hosil bo'ladigan bog'lanish ekan. Endi hosil bo'ladigan bog'lanishimiz bizga ion bog'lanish deyiladi. Odatda bu bog'lanishimiz metal va metalmaslar o'rtasida yuzaga keladi. Demak, yana qaytaraman, qarama-qarshi zaryadli elektron, ya'ni ionlar qo'shilishidan va ular metal va metalmas bo'lishi kerak. Bu yerda tushunish juda oson. Ya'ni bizda metalimiz va metalmasimiz o'rtasida yuzaga keladi va vaholanki metalimiz faqat plus zaryadli bo'ladi, chunki metallar elektron berishga ko'proq moyil bo'ladi. Metalmasimiz esa elektron olishga moyil bo'lgani uchun ularning zaryadlari ko'pincha minus hollarda bo'ladi. Demak, haqiqatan mana plyusga minus qarama-qarshi zaryadli ionlar o'rtasida yuzaga kelyapti va metal va metalmaslar o'rtasida yuzaga keladi. Va bu o'zi aslida 100% ion bog'lanish mavjud emas. Elektromanfiylik farq qancha katta bo'lsa, bog'lanish qutbliligi, ya'ni ionlilik darajasi ortib boradi. Masalan, aytadigan bo'lsak, birinchi navbatda o'zini tushuntiray. Ya'ni misol tariqasida metal va metalmas o'rtasida masalan natriyni oladigan bo'lsak va natriy xlor bilan masalan bog'lanish yuzaga keltiradi. Ya'ni natriy xlor osh tuzi birikmamiz. Demak, natriyda bizda bitta elektron bor, buni bilamiz. Xlorda esa 7 ta elektron bo'ladi. S-da 2 ta, P-sida 5 ta. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7. Mana bu toq. Demak, bular o'rtasida bog'lanish yuzaga keladi. Bular o'rtasida bog'lanish yuzaga kelgandan keyin faqat biz kovalentga nimaga ola olmaymiz? Chunki biri metal, biri metalmas. Kovalentda faqat metalmaslar o'rtasida bo'lgani uchun. Shu sababdan bu ionga kiradi va natriy xlor bu bizga nima ekan? Ion bog'lanishga misol bo'lar ekan. Haqiqatan natriyimiz elektron beryapti, xlorimiz elektronni olyapti. Xuddi shu ko'rinishdagi bog'lanish bizga ion bog'lanishga misol bo'ladi. Endi ion bog'lanish nimaga 100% mavjud emas? Sababi ulardagi o'sha elektromanfiylik farqi qancha katta bo'lsa, qutublilik ortadi. Masalan, oladigan bo'lsak, natriy ftarit bilan natriy xloridni oladigan bo'lsak, natriy ftaritda ionlanish darajasi yuqori. Chunki ftorda qutubliroq, ya'ni oddiy tushuntiradigan bo'lsa, o'ziga yaqinroq tortib oladi. Shu sababdan ion bog'lanish juda yuqori bo'ladi. Natriy xlorda esa nisbatan pastroq. Ya'ni o'zi bunda ham kuchli, lekin mana bu ikkalovini biz qiyoslaganimizda natriy ftarit yuqori, natriy xlorid pastroq bo'ladi ion bog'lanishi. Demak, ion bog'lanish haqida shu ma'lumotlar. Ion bog'lanish nisbatan kuchsizroq bog'lanish hisoblanadi. Kovalentga nisbatan ayrim manbalarda keladi 3-4 barobar kuchsizroq deyilgan. Va yuqorida ham aytib o'tdim, kovalent bog'lanishimiz eng yaxshi mustahkam bog'lanishlar hisobiga kiradi. Demak, keyingi bog'lanishimiz bizga bir ajoyib bog'lanish, bu metal bog'lanish. Demak, metal bog'lanishimiz nimalardan iborat bo'ladi? Diqqat qilamiz so'zlarimga. Metal bog'lanishda nimalar ishtirok etadi? Masalan, biz mana shu turburchani ichida tushuntirib beradigan bo'lsam, demak, metal bog'lanishda 3 qavatga bo'ling. Tushuntirish uchun. Demak, mana 3 qavatga bo'ldim.
Demak, metal bog'lanishda metal ionlarni bilasizlar, ion degani zaryadli, plus yoki minus. Atom degani 0, ya'ni zaryadsiz. Masalan, aytaylik, vodorod plus bo'ladigan bo'lsa, vodorod 0 holati bu atom holatida ko'rinishi. Tushundinglar? Vodorod 2 ko'rinish yoziladigan bo'lsa, endi bu molekula ko'rinishi bo'ladi. Farqini tushunib oldinglar? Demak, metal bog'lanishimizda metal ionlari degan metal har doim plus zaryadli bo'ladi. Chunki metalimiz, boya aytganimdek, elektron berishga moyil bo'lgandan keyin uning zaryadi doimo plus yoki musbat zaryadli bo'ladi. Metal ionlari va metal atomlari 0 holatda yozaman. Demak, bularni to'ldirib chiqaman. Mana shunday ko'rinishda ko'ryapsizlar. Metal ioni, metal atomi. Demak, bular bor. Demak, metal ioni, metal atomlari va ular orasidagi umumlashgan erkin elektronlar hisobiga, ya'ni erkin elektronlar umumlashgan. Elektronni mana shunday ko'rinishda sizlarga tushunish uchun yozaman. Tushuntirish uchun. Ya'ni elektronligini bilib olasizlar. Demak, bu yerga ham xuddi shunaqa yozib qo'yaman. Metal ioni, metal atomlari, ya'ni ular o'rtasida kechayotgani uchun ikki tomoniga tushunarli qilib chizib beryapman. Shu sababdan biz 3 ga bo'lib oldik buni. Demak, mana ko'ryapsizlar, yana takrorlayman. Mana bu metal ioni, bu metal atomi va bunimiz esa umumlashgan erkin elektronlar hisobiga. Yoki buni nomlari ham bor, diqqat qilamiz. Demak, umumlashgan elektronlar deyiladi yoki delokallashgan elektronlar desa ham xato bo'lmaydi. Ayrim manbalarda shunaqa kelgani uchun sizlarga ma'lumot sifatida aytib o'tib ketyapman. Demak, takrorlaymiz. Metal kristal panjaramizda metal ioni, metal atomi va umumlashgan erkin elektronlar hisobiga yoki delokallashgan elektronlar hisobiga yuzaga keladigan bog'lanishimiz bizga metal bog'lanish ekan. U o'sha metal bog'lanish ko'pincha oddiy moddalarda yoki qotishmalarda hosil bo'lishi mumkin. Masalan, misol tariqasida yozadigan bo'lsak, bunga nimalar kiradi? Temir metali yoki bizga natriy, alyuminiy, mis va kumush, po'lat, bronza kabi metallarimiz bizga mana shunday bog'lanishga bo'ladi, misol bo'la oladi. Demak, metal bog'lanishimiz mustahkamligi kovalent bog'lanishdan bu ham 3-4 martaga kuchsizroq bo'ladi. Ya'ni kam. Demak, metal bog'lanishimiz shulardan iborat edi. Demak, metal bog'lanishimiz nimadan iboratligini bildinglar va ularga nima kirishini bildinglar va mana shularni yaxshilab o'qib yoki videoni qayta ko'rsanglar, tushunmagan holatingizda qayta ko'radigan bo'lsanglar, sizlar keyinchalik tushunib qolishingiz mumkin. Shuning uchun videoni qaytadan ko'ringlar agar tushunmagan bo'lsanglar. Demak, keyingi bog'lanishga o'tamiz birdan. Demak, bu bog'lanishimiz o'zi alohida bog'lanish emas, lekin o'tib beramiz. Vodorod bog'lanish alohida qilib o'tib berishga qaror qildik. Demak, vodorod bog'lanishimiz nimalar o'rtasida yuzaga keladi? Vodorod bog'lanishimiz o'zi aytib turibdi nomi bilan. Vodorod o'rtasida, ya'ni vodorod bilan bog'lanadigan bog'lanishlar bu vodorod bog'lanishi deyiladi. Ya'ni elektromobilga katta bo'lgan element atomi vodorod atomi orasida yuzaga keladigan bog'lanish. Endi buni oddiy ma'noda tushuntiradigan bo'lsam, masalan, qaysidir moddamiz yoki elementimiz zaryadga to'lgan. Ya'ni masalan, kislorodimiz elektronni to'lgan, -2 ta olganda elektron to'lgan, to'ygan, lekin oddiy tilda aytadigan bo'lsak, masalan, qorin to'ygani bilan ko'z to'ymagan holat bo'ladi-yu. Xuddi shu holatda bo'ladi-da, ya'ni vodorodni ke deydi, yaqinroq tortib qo'y deydi. Demak, shuni misol tariqasida yozib tushuntirib beraman. Ya'ni bu asosan suvda ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu ko'pincha bitta suv molekulasi emas, bir nechta suv molekulasida bo'ladi. Masalan, suvda strukturasi mana shunday ko'rinishda yoziladi. Shu yerda sizlarga savol, suvni mana shu bog'lanishdagi gradusi necha gradus bo'ladi? Ya'ni mana shu bog'lanish o'rtasidagi gradusni topish sizlarga savol. Demak, suv molekulasiga qaytamiz va yana bitta shu yerdan suv molekulasini chizaman. Ya'ni ikkitasida tushuntirib o'taman. Mana ikkita suv molekulamiz. Hozir shu yerda sizlar bilyapsizlar, kovalent bog'lanish hisobiga bu o'sha vodoroddagi toq elektronlarni o'ziga nima qilib turibdi? Tortib turibdi. Demak, elektroni 1, 2, 3,
4, 5, 6. Demak, mana shu elektronni bundan tortib turibdi. Mana bu elektronni bundan tortib turibdi, ya'ni mana bu bilan bu elektron esa bundan tortib, ya'ni juft holatga o'tyapti. Mana bu yerda juft holatga o'tyapti. Demak, kovalent bog'lanish bo'lib turibdi. Bunda ham xuddi shunaqa. Ko'rib turibsizlar, vodorod to'ygan, elektron to'liq 8 ta to'ldirdi. Bu ham xuddi shu holatda bo'ladi, lekin kislorod o'ziga mana bu keyingi molekuladagi vodorod, chunki bu vodorodimiz elektronini bunga yaqin torttirib bo'lgan, buni elektroni yo'q desak ham bo'ladi. Chunki kuchsiz bo'lgani uchun kislorod unga o'ziga tortib oldi elektron. Mana bu bo'sh vodorod elektroni yo'q vodorod atomimizni o'ziga yaqin tortadi. Mana. Shuning uchun ham uzuq chiziq bilan tushuntiraman. O'ziga nisbatan yaqinroq tortib turadi. Va shu hisobiga mana shu uzuq chiziqlar bizga vodorod bog'lanishni yuzaga keltiradi. Vodorod bog'lanishi. Xo'p, shuning uchun ham e'tibor bersanglar, oilalarda, ya'ni oilalarning gidritli birikmalarida yuqoridan pastga qarab qaynash temperaturasi ortardi, to'g'rimi? Faqat mana shu halkagenlar oilasida, ya'ni uni vodorodli birikmalarining birinchisi suv bo'lgani uchun, ya'ni kislorodni gidriti suv, shu hisobiga birinchi suvda baland va keyin demak selenda, sulfitda va undan keyin bizga sellerit va tellurit bo'ladi. Selenit, tellurit. Demak, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Suvdagi yuqori, ya'ni 100 gradusda qaynaydi. Sababi nimada desanglar, unda kovalent bog'lanish ham bor, qutbli va shu bilan birgalikda qo'shimcha ravishda vodorod bog'lanish bo'lgan hisobiga u nisbatan yuqori temperaturada qaynaydi. Ya'ni oilalarning qoidasiga mustasno bo'lgani uchun mana shunday ko'rinishda yozib beryapman sizlarga. Demak, vodorod bog'lanishi tushundinglar, ya'ni vodorod bilan kuchli elektromobil kuchli element o'rtasida yuzaga kelyapti. Haqiqatan kislorodimiz kuchli bo'lgani uchun vodorodda shunchaki hech qanday oldi berdi bo'lmayapti bu yerda, yoki elektron olish yoki elektron berish bo'lmayapti. Shunchaki bo'sh vodorodlarni o'ziga yaqin tortib turibdi, xolos. Endi, masalan, ftor, kislorod, azonlarda yoki ba'zan xlor, brom, oltin gurt bilan hosil qilgan vodorodning birikmalarida ham molekulalar orasida, demak, molekulalar orasidagi vodorod bog'lar bo'ladi. Bizda o'zi molekulalar aro yoki ichki molekulyar bog'lanish bo'ladi. Endi ichki molekulyar bog'lanishlarga nimalar kiradi desanglar, o'sha molekulasidagi vodorod bog'lar bir nechta bo'lsa, bitta bo'ladigan bo'lsa, molekulalar aro bo'lar ekan. Masalan, buni organikada tushuntiradigan bo'lsam, bizga mana bu birikmamiz bor va yana bitta shu molekulasidan bor deylik. Va bu yerda mana bu kisloroddan vodorodni olib bo'lgan, elektronini vodoroddan, bu esa xuddi shunaqa, bu ham vodoroddan olib bo'lgan. Lekin mana bu vodorodni kislorod o'ziga yaqinroq tortadi va bu yerda ko'rib turibsizlar, ikkita molekula orasida bo'lgani uchun molekulalar aro bog'lanish bo'ladi. Tushundinglar? Ana endi bittasida qanaqa bo'ladi desanglar, bu masalan NH2, ya'ni amino gruppasi bor benzol halqasida va mana bu para qismi va bu demak o'rta qismida bor deylik. Va mana shu yerda bu azotimiz vodoroddan olib bo'lgan, endi chizib o'tirmayman, tushunasizlar? Va azotdagi elektromobil yuqori bo'lgani uchun vodoroddan elektronlarni o'ziga yaqin tortib olgan. Bunda ham xuddi shunaqa, lekin azotimiz mana bu vodorodlarning ikkitasini o'ziga yaqin tortadi va bu yerda bitta molekula bo'lgani uchun ichki molekulyar vodorod bog'lanish yuzaga kelyapti. Demak, bir nechta molekula bo'lsa, tashqi yoki molekulalar aro, bitta bo'ladigan bo'lsa, molekulyar ichki bo'ladi bog'. Demak, bu qachon qaysi birikmalarda uchraydi desanglar, bu misol tariqasida yozib tushuntiraman. Bu NH2 gruppalarida, ya'ni amino gruppalarida yoki gidrokso gruppalarida yoki bizga NH gruppalarida, ya'ni ko'pincha mana bu gruppalarda uchraydi. Bu gruppalarimiz anorganikada ham bor, bilsanglar, organikada ham juda ko'p uchraydi. Demak, bu guruhlarni ko'rdinglarmi? Demak, bularda o'sha vodorod bog'lanish uchrash ehtimolligi juda yuqori yoki uchraydi bo'ladi.
Demak, vodorod bog'lanishi shulardan iborat edi. Bu qo'shimcha bog'lanish desa ham bo'ladi. Bu ikkinchi darajali desa ham xato bo'lmaydi. Shunchaki bu yerda hech qanday oldi-berdi yo'q yoki biror bir manfaat ko'zlanmagan. Shunchaki elektron o'sha elementni kuchi ko'p bo'lgani uchun o'ziga yaqinroq tortadi. Bu o'sha ozgina xususiyatlariga farq qilishi mumkin. Balkim qaynash temperaturasi yuqori yoki biroz mustahkamroq bo'lishi mumkin. Boshqalarga nisbatan shu holatlarda kuzatilishi mumkin, xolos. Demak, bu shuning uchun ham kovalent ishga kirib ketadi deyiladi. Ya'ni kovalent bog'da ichida bo'ladi bu. Ya'ni bo'limlarni chekiradi. Va keyingi bog'lanish bu qo'shimcha yoki ikkinchi darajali yoki aslida bu bog'lanish turi emas desa ham bo'ladi. Chunki boya aytganimdek kovalent bog'lanishi ichiga kirib ketadi bu donor akseptor bog'lanishi. Shunga diqqat qilamiz. Qo'ldan kelgancha tushuntirib beraman. Donor akseptor bog'lanish. Bunda demak bu donor degan tushunchani eshitgansizlar. Akseptor ham nimaligini bilsanglar kerak. Donor degani bu o'sha beruvchi hisoblanadi. Akseptor oluvchi hisoblanadi. Donor har doim masalan donor yurak deydi, yurakni beruvchisi. Akseptor esa o'sha oluvchisi bo'ladi. Demak, boshladik. Donor akseptor bog'lanish aslida bog'lanish turi emas, kovalent bog'lanish hosil bo'lish usulidir va bu bog'lanish koordinatsion bog'lanish ham deyiladi. Ya'ni donor akseptor yoki koordinatsion bog'lanish ham deyiladi va bu shu ma'lumot sifatida aytib o'tib ketdik. Kompleks tuzlarda juda ko'p uchraydi donor akseptor bog'lanish. Xo'p, bunda nima bo'ladi? Umumlashgan elektron juft atomlari toq elektron bulutlarini qoplanish yuzaga kelsa, almashinish usuli deyiladi. Ya'ni masalan aytadigan bo'lsak, A moddamizda bitta elektroni bor va unga biz B moddani qo'shyapmiz. B moddaning bitta toq elektroni bor va ular juftlashib mana bunday ko'rinishga kelishi bizga demak nima ekan? Almashinish, kovalent bog'lanish usuli deyilar ekan. Umumlashgan elektron juft bir atomni bo'sh orbitali boshqa atomning juft elektronlari hisobiga yuzaga keladigan bo'lsa, bu donor akseptor mexanizmi bo'ladi. Bu yerda almashinish bo'layotgani uchun hammasida elektronlari bor. Donor akseptorda esa birida elektroni bo'lmaydi. Ya'ni oddiy tushuntiradigan bo'lsam, katakchasi bo'sh orbitali bo'ladi, birida esa juft elektron bo'ladi. Ya'ni katakcha keladida o'shanga elektronlarni qo'yib beradi. Va bu hisobiga yuzaga keladigan bog'lanish donor akseptor bo'ladi. Buni hozir tushuntiraman. Ya'ni mana bu yerda biz almashinish dedik buni. Donorda hozir shu hisobda tushuntirib beraman. Ya'ni mana shu A moddamizdan uzoqlashmaymiz va bunda elektroni yo'q. Ya'ni bu elektronni aytaylik qayerdadir bergan elektronni, boshqa bir moddada. Bo'sh katakchasi, ya'ni bo'sh orbitali bor. Va bizda B elektronimizda juft elektroni bor mana. Juft elektroni o'zida bor. Va bu yerda bog'lanish yuzaga keladigan bo'lsa, ya'ni mana bu katakcha A dan kelgan, bu elektronlar esa B niki bo'ladi va mana shu bog'lanishimiz bu yerda bizga donor akseptor bog'lanish yoki koordinatsion bog'lanish deyiladi. Demak, ko'ryapsizlar, bu yerda hech qanday ikki tomondan bir xil narsa kelmayapti. Ya'ni bir tomondan elektron, bir tomondan orbital, bo'sh orbital kelyapti, xolos. Bu yerda donor akseptor bog'lanish bo'ladi. Ya'ni mana bu donor, bu esa akseptor hisoblanadi. Ya'ni bu donor elektronlarini qo'yishga olib keladi, bu esa elektronlarni qo'yib turadi, xolos. Bu endi qanday birikmalarda bo'ladi? Ya'ni buni ma'lumot sifatida ham aytib o'tib ketdik. Ya'ni bo'sh orbital bo'layotgandek elektron ishtirok etgan zarracha akseptor, juft elektronli esa zarrachasi donor deyiladi. Demak, donor akseptor. Xo'p, bu donor akseptorimiz qanday moddalarda yoki qanday birikmalarda yuzaga keladi desanglar, demak, is gazi birikmamizda yoki bizga nitratli birikmalarda yoki metal nitrat, ya'ni nitratni tuzlarida ham bo'lishi mumkin va ammoniyning birikmalari. Ammoniyimiz bilasizlar, bu ishqorlarda aytib o'tdim, mustasno tariqasida, chunki ishqorlarimizda metal va OH dan iborat edi va bu mustasno tariqasida ammoniyimiz ham metalga kirib ketar edi. Shuning uchun ham ammoniy tuzlari dedim, ya'ni ammoniy gidroksid bo'lishi mumkin, bu tuz emas, asos. Yoki ammoniy nitrat bo'lishi mumkin yoki ammoniy karbonat, farqi yo'q. Demak, ammoniyning tuzlari bo'ladigan bo'lsa, bizga donor akseptor bog'lanish yuzaga kelishi mumkin bular o'rtasida. Xo'p, metal nitratlarni yozdim. Azot 5 oksidimizda, chunki azot 5 oksidimiz mana bu nitratni suvsiz holatda desa ham bo'ladi. Ya'ni xuddi o'zi shunaqa. Demak, mis kuporosida bo'lishi mumkin.
ya'ni kristal gidratlarimizdan mis kup to'g'risida va boya mavzuyimni boshida aytib o'tib ketgandek, kompleks tuzlarda barchasida deyarli uchraydi. Kompleks tuzlarni barchasida demak donor akseptor bog'lanish bo'ladi va shu bilan birgalikda mana bu moddamiz bor bizda H3O+ qo'yiladi. Bu nima desanglar, gidroksoniy kationi bo'ladi. Demak, bularda ham uchrar ekan. Endi donor akseptor bog'lanish elektronga ta'sir qilmaydi, lekin valentlikka ta'sir qilishi mumkin. Bu qanaqa? Demak, masalan aytadigan bo'lsak, teskarisi uzr. Ya'ni nitratli birikmalarni oladigan bo'lsak, masalan HNO3 da oladigan bo'lsak. HNO3imizda mana bu -2, 6 bo'ladi va 1 dan ayirsak +5. Demak, oksidlanish darajasi +5, lekin u yerda donor akseptor bog'lanish hisobiga, ya'ni bitta oksidlanish darajasi ko'payadi va bu valentlikka ta'sir qilmaydi. Ya'ni valentligi to'rt valentliligicha qoladi. Ya'ni oksidlanish darajasi +5 bo'lishiga qaramasdan valentligi 4 ligicha qolaveradi. Demak, donor akseptorda mana nitrat misolida tushuntiradigan bo'lsam, oksidlanishga ta'sir qilyapti, valentlik o'zgarmay qolaveradi, xolos. Demak, donor akseptorda yuqoriroq sifatni tushuntiradigan bo'lsam, ya'ni ammoniy birikmalarida tushuntiray shuni, NH4 da qanaqa bo'ladi? Masalan, NH4OH, ya'ni ammoniy gidroksid. Bunda men demak alohida joy ochaman va tashqarisiga OH ni qo'yaman. Ya'ni NH4 ni mana shu yerga yozaman. 4 tomoniga vodorod. Chunki vodorodlarda bittadan elektronlari bor va azotimizda ham 5 ta elektron bo'ladi. 1 demak 2 3 4 va mana buni 5 qilib qo'yamiz. Mana bu toqlari 3 ta toq bor-ku, yashil chizgan. O'sha vodorod bilan juftlashdi, bo'ldi. To'ldi elektroni, lekin mana bu juft elektroniga mana bu vodorodimizda sariq bilan chizaman, orbital. Mana bu vodorodimizniki bo'ladi. Bu orbital, elektron azotniki. Ya'ni mana bu yerda donor, katakcha esa akseptor bo'ladi. Ya'ni vodorodimiz akseptor, azotimiz elektroni donor bo'ladi. Va shu hisobiga mana shu alohida qilib sariqda chizganim, mana shu bog'lanish donor akseptor bo'ladi. Mana bu 3 tasi esa bizga qutbli debman, uzr, kovalent bog'lanish beraveradi. Endi qutbli yoki qutbli emasligini ayirib topaverasizlar. Kovalent bog'lanish deyiladi. Mana bu esa bu yerda elektron azotlik to'liq, ya'ni toq elektronlar juftlashmayapti, ko'rib turibsizlar, yoki metal bilan metal emas, yoki metal o'zi ham emas va bu yerda o'sha ikkinchi darajali bog'lanish turi donor akseptor yuzaga kelyapti, ya'ni vodorod katakchasini beryapti, azotimiz elektronini qo'yib beryapti, xolos. Va bu o'rtasida bizga donor akseptor bog'lanish yuzaga kelyapti. Demak, bizdagi bog'lanishlar mana shulardan iborat edi. Ya'ni kovalent, ion, metal, vodorod va donor akseptor bog'lanishlar mavjud ekan. Demak, mavzuyimiz shulardan iborat. Agar mavzuyim sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Keyingi darsliklarimiz nima haqida bo'lishini o'zingizlarning fikringizni qoldirsanglar bo'ladi, yoki xato kamchiliklarimiz bo'lsa, xato kamchiliklarimizni aytsanglar, biz keyingi darslarda to'g'rilashimiz mumkin. Va kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun birinchi navbatda obuna bo'lib qo'yinglar. Ya'ni sizlarning obuna bo'lishinglar bizga motivatsiya hisoblanadi va biz keyingi darsliklarda tezroq chiqarishga harakat qilamiz. Demak, Xolmurod Bey onlayn kanalidan uzoqlashmang, sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamang.